Shu yil ko'pkar mavsumida sizga eng ko'p xalaqit qilgan ot qaysi ot bo'ldi? Haqiqatda zo'rliq bunday xalaqit qilib, shu ot bo'lmasa, takam meniki deydigan ot qaysi bo'ldi? Yaxshi otlar ko'p. Mana Baysun ham juda ko'p xalaqit qiladi. Kim ana Moral Minetga imperator bor. Zuriyatjondan keyin. Ana shu ko'p xalaqit qildi. Atlas. Shot ko'p. Boyvon chaqmog'i nomeradan tasmani shot bo'ladi. Boradi ham, ketadi ham. Hozir mana gubernator degan ot bor. Boybo'g'utda. Ana shu ham otning sultoni. O'zi bo'yi chiqsa bir 1.70 atrof chiqadi. Ishi zo'r shu otning. Maşallah. Menga ham yoqadi shu ot. Yaxshi ot. Yana qaysi ot xalaqit qildi? Do'nan qashqa xalaqit qilmadimi? Do'nan qashqa endi. Otku. Do'nan qashqa emas, shu olimdagi palon bor, bizga amak bo'ladi. Shu eshak minsa ham shu xalaqit qiladi, shu inson bizga xalaqit qiladi. Kichkina otlarni minib oladi, o'zi ko'rinmaydi qalinni, katta otlanishdi, lekin takansidan ketmaydi. Endi bu amak bu otni mensi ishlatib yuboradi. Baxtini ochadi ko'p otlar. Ko'p otning baxtini ochyapti. Okeanni ham baxtini ochgan Kecha odam. mana haligi Azimjonning otini ham baxtini ochyapti kecha. Reklama o'qib, hamma so'rayapti kecha havosda, haligida. Savatda. 500 dollarlik reklama qilib soldi. Bu ot qaysi, bu ot qaysi bo'lib ketdi-ku? Ha? O'zi zo'r aytadi. Yo'q, zo'r bo'lsa ko'rinmagan ot-da. Men endi kecha reklama qilyapti, hamma buni. Azim aka, yana videoni ham qo'shib qo'yib yuboring-da, endi oxirgi